fayzli bugungi kuni va Yangi yil bayramining ko'tarinki ruhi Do'stlik tumani markazini yanada jonlantirdi. Tuman markaziga o'rnatilgan baland Yangi yil archasi atrofida bayram tadbirlarining boshlanishi katta-yu kichik uchun chin ma'noda quvonchli damlarga aylandi. Archa atrofiga jam bo'lgan bolajonlar va ota-onalar bayramona muhitni his etdilar. Qorbobo va Qorqish, shuningdek turli ertak qahramonlari ishtirokidagi shodon raqslar, qiziqarli sahnaviy chiqishlar barchada iliq taassurot qoldirdi. Bolajonlarning quvonchli kulgusi, bayramona musiqa va sho'x ashulalar maydonga alohida shukuh bag'ishladi. Tadbir davomida namoyish etilgan raqs va qo'shiqlar ishtirokchilarning bayram kayfiyatini yanada oshirdi. Ayniqsa bugungi bayram dasturi barchaning xotirasida unutilmas lahzalar sifatida saqlanib qoladi. Yangi yil bayrami arafasida tashkil etilgan mazkur tadbir aholining madaniy dam olishini mazmunli tashkil etish, jamoada birdamlik va bag'rikenglik tuyg'ularini mustahkamlashga xizmat qiladi. Archa atrofida yangragan kulgu va quvonch sadolari esa Do'stlik tumani ahli uchun kirib kelayotgan yangi yilning ezgu niyatlar va yaxshi umidlar bilan boshlanishidan darak beradi.